Amandı kara kızım, yakındagina biz xotin qizlarga erik beruvdi. Endichi hammaga 20 sotikdan yer beryaptikan. Yer olmaganga onov Selsevetdan kelib yer olsin debdi. Sen uyda o'tirib turgin. Men ukang Alisherga 20 sotik yer olib kelaman. Yerga ketyapman qizim, yerga Kurmanjon. Oyjon, to'xta oyjon. Yaqindagina ikkinchi yerimdan ajrashgan bo'lsam, yana yerga tiyaman oyjon. Mayli, keluvsichi ko'raman-da. Ko'rmay o'l. Ersilamay o'l. Men senga deganim yo'q, yer deyapman. Shu birinchi yering o'lgur 10 qulonga varanglatib urmaganda garang bo'lmasdi. Mana ikkinchi yering chap qulog'ingga urib borinam yo'q qilib yakalaring ham qochib ketdi. Yerlaring qochib ketdi deyapman, garang. Oyjon, qochib ketgan yo'q. Zakonni qilib ajrashganmiz oyjon. Zakonni ajrashmay o'l. Zakonni demagin, Gulxo'y. Qonun bilan degin. Mana ona tilimizga davlat maqomi berganiga 7 yildan o'tdi. Hamma o'zbekcha gapiryapti. Davay sen ham o'zbekcha gapir. Oyjon, unda o'zingiz ham davay deyapsiz-ku? Voy garang, bu davay so'zi otang rahmalidan qolgan. Otang har gapini orasida davay xotin deb turardi. Otang deslatib enang neri uchitmay o'l. Otang desam ko'nglim buziladi garang. Voy arslonim. Bitta cholg'azor qilib ketdi-ya. Voy otam. Voy o'zingni bosgaring. Voy otang esingga tushdimi otang? Oyjon, qaysinisi? Qaysinisi demay o'l. Qo'ni qo'shiq essa nima dedinasi ham qizga o'xshab ikkita tekkan ekan deydi. Birinchisini aytibman, hech kim bilmaydi. Aytmoqchi ego. Ona ukang Alisher degan ertamatanda meni nomimdagi mashinani minib Andijonga ketuvdi, o'qishga kiraman deb. Kirmay o'lgur. Oldin mashinani o'zi nomiga tutsa o'lami? Mana mashina ham yo'q, Alisher ham yo'q. Ertamatan ketganida mana qorong'i tushib bo'ldi. O'qishga kirmayman bo'lar. Assalomu alaykum oyjon. Yaxshiyam uyda ekansiz. Hozir kech qolganimga birinchi sizga uchrab keldim oyjon. Ertamatan ketgan odam endi kelama. Bir pasta kelaman deb muncha kech qolding. Voy, siz uyda o'tirib olib gapiraverasiz ekan. Bu ko'chada shaharda gay degani ko'p bo'lar ekan. Shunday ketyaptirdim, qayerdan chiqdi bilmayman. Churr etkizib to'xtatib olib rasa so'kdi meni ham voy. Nima deb so'kdi o'sha menisang? Nima deb so'kdi? Hali mashinani dokumentlari sizning nomingizda emasmi? Haligi dokumentni ko'rib oq peshanamga bir chertib, hali ham enangizga meni yursin-ku deydi. Voy bola, otangniki bo'lmagandan keyin enangnikini bilasan-da. Unaqani tushunmas ekan, dokument bo'lish kerak ekan. Voy to'rtta akang mina o'rib enangni dokumentini teshmagani qoldirmadi. Voy endi tanlonni yangilasam mana sen o'lgiram oldirib teshtirib kelsan. Yo'q oyjon, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Ularda ham insof bor ekan. Endi kechirim so'rab uzrimni aytib tursam deng baxtimga hali gaylarga yangi mashina bergan ekan. Nomi ham qanaqa? Siz bilmaysiz, nomi Opel degan. Pul emas. Opel. Kampir odam qaydan bilasiz yangi mashinaning nomini? Nima bilaman, kecha bozordan kelayotib ikkitasi mindirib ketdi. Ana, Opel. Xuddi o'shanaqa Opel degan mashinada deng bir kapitallar kelib qoldi. Qani nima deyapti, dokumentini beringlar deb, bunday dokumentni ko'rib, bu o'zimizning Ruzvonchiydi bolasi ekan. Qo'yvoringlar, yaqinda dokumentni to'g'rilab oladi dedi. Qo'yvordi oyjon, kelaverdi. Ana. Enangni mersalar ham taniydi. Bilishar ekan oyjon. Nima qilaylik, buni garangam tushuntiraymi? U ham opam diqqat bo'lib turgandir. Chiroyli qilib o'zingiz tushuntirib qo'ying oyjon. Ha. Garang. Come on. Ukangni degan yo'lda Melisa to'sqan ekan. Bu opangga nimani gapirsang bitta narsani ko'rsatib gapirish kerak. Gay. Bizni vodiyni Melisalari mana shunaqa zo'r. Ruzvonni bolasi ekansan yigit. Ketaver debdi. Melisa.
Eyvol, eshitmabdi. Melisa, ego, Melisa. Voy oyijon. Bo'la, endi eshitdim. Endi menga Melisadan kelamikan sovchi. Nima deyapti bu? Voy ego, voy qumqoyroq. Ukangni yo'lda Melisa to'sdi deyapmiz. Endi tegmaganing Melisa qoladi. Melisaga tegasizmi? Qo'ying oyijon, endi qo'ying. Ha, to'xta, Melisaga tegaman deyapti. Melisaga tegasizmi? Mayli. Ha, shashilmay o'l. Melisaga tegsang bilvog'in. Ularni yarim metr olatayog'i bo'ladi. O'sha olatayog'ini mana shunday qilib qo'lingga ushlatadi, kechasman pishtagini chaldirib chiqaradi. Bo'ldi-da oyi. Gapga qoldi deb so'kaverasizmi? Voy tushunmasa nima qilayin? Odoq qildi meni. Baribir tushunmaydi, ali desangiz bali deydi. Bunday qilib tursangiz to'smay turing, burib dazmollab qo'yaman hozir. Dazmollamay o'l. Ko'rmaysizmi o'zini? Opangni nimasini dazmollaysan? Opangni ikkita eri sendan oldin dazmollab bo'lgan. Jon oyijon, qush tilini qush biladi, opamni tilini bitta siz bilasiz. O'zingiz chiroyli qilib tushuntirib qo'ying, mana shu yerdan bo'g'ilib keldim o'zi. Bo'pti, asabiylashmayman, men o'zim tushuntiraman. Ha, quloq qinanga kuydirga chiqqan. Ha, yorilmaydigan yara chiqsin. Qo'y, ersiramay yurgur, guluxoy. Ukang ertamatan Andijonga ketgan. O'qishga kiraman deb. U kirdimi, kirmadimi, yiqildimi, yiqilmadimi bir chekasidan so'rab, sen yer yurtkurga o'zim bir chekasdan chiroyli qilib atvet qilib Tushuntirib qo'yasiz. voy o'lay. Voy, oyijon, Voy, bu opang 40 ga kirdi, 40 ga kirganimni tuzatib ko'raman. nimasiga oyijon? Aptiga Abdi binoyda turibdi-yu. tuzatib ko'ragan. Hali oqbo'rlar qiynasida o'ynaydigan chingalchikka o'xshayman. Oyijon, unaqa demang. Yaxshiyam hozir gapingizni eshitmadi. Agar eshitganda chingalchukka teyaman ekanda deb ketvorardi. Qaysi o'rmondan topib kelaman keyin? Ha, yaxshiyam eshitmadi. Bunga kirib qolsa bo'ldi, olib qolaveradi. Ha, seni go'zal deyapmiz. Go'zal bo'lmay o'l, suyutapor. Buzov boshqara. Ey bo'la. O'l, gavachak. Ha, bolam o'qishing nima bo'ldi aytmoqchi? Ey oyijon, Ha, siz so'ramang, men gapirmayin. ey, O'qishdan yiqilmak tugul chalpak bo'lib tushdik. bildanga kiraverasan, hijolat bo'lma. Aylanib ketay o'zim doimdan. Bor ishingni qilor. Yo'q, oyijon, yangilik bor. Qanaqa? Hozirgina mana shu yerda bir ikkita o'rtoqlar bilan maslahatlashdim. Hozir sizga aytib bersam qarsak chavorasiz. Ayt, ko'nglimni ko'tar bolam. Aylanib ketay oyijonimdan. Hozir bilasiz, mana studiyalar ko'payib ketdi. Ana, Bizi ham mana shu To'raqo'rg'ondachi tirikchilik studiyasi bor, Olimjonning studiyasi. Shu bola aytdi, men studiyamdagi o'rtoqlar bilan bitta kamazga yuk qilib qo'yganman. Sen ham dedi, enangdan jichcha pensiya pulidan olsang dedi, mazza qilib Rossiyaga borib kelamiz dedi oyijon. Rossiyaga ketyapman. Ana hayinangni tashlab Rossiyaga ketmay o'l. To'ttakan ketib kuydirovdi. darrov shunaqa deysiz oyi. Voy, sen meni boqamiki desam, sen ham ketaman deyapsan. Voy, quvonmay yurgur, apachi. Voy, mana ukang Rossiyaga ketaman deb sen nima suyunasan, suyutapor. Voy, ketaman deyapti Rossiyaga, qayqamitiz. Rossiya deyapti, Rossiya. Voy oyijon. Gapir. Haligi milisionerni Rasuljonmikan? Yana nima deyapti bu? O'l deyapti. Dars deyapti. Qaydan ham Rossiyani aytib keling, ha? Mana opang o'lgur, endi biroy Melisa bilan Rossiya bilan shug'ullanadi. Voy qarang. Ukang Rossiyaga ketaman deb senga biroy Melisani oti Rasuljon degan yo'q. Voy, bu urmay o'lgur, ikkala yering ham qulog'ing tagiga urami? Ikkala yering ham enangdan so'raganda uradigan joyini ko'rsatib qo'yardi. Azob o'g'il. Bo'ldi oyijon, kuyinavermang shunga ham. Sen ham Rossiyada nima qilasan? U yerda erta kundan sovuqchasi, sovuq yomon bir yerlarni urib ketadi. Oyijon, o'qish boshlanguncha boraman-da kelaman. Yo'q, o'qishingni yig'ishtirib tur. Men senga rasa zo'r qilib uy olgani ketyapman, yerga ketyapman, uyda o'tirib tur. 20 so'tik yerda olib kelaman. Selsiy turaysiz, kechqurun ketyapti, o'tirib tur. Shashmang oyijon, shashmang. Ertamata mashinani kalitini berganingizda yo'q, birinchi sensovetga uchrab, keyin shaharga ketganman oyijon.
Ne sotuk berishdi? Bir so'tik ham berishmadi. Nimaga bermaydi? Ha, ularda ham o'ziga yarasha qonun qoidasi bor ekan. Mullo yigit, zaks qog'ozingizni ko'rsatib qo'ying deyishdi. Hali senda zaks qog'ozi yo'q. Aytdim, bitta Ruzvon kampirni qo'lida qolganmiz. To'rtta akamizni uyladik, opamizni hikmatdan chiqardik, yana qaytib keldi. Men tenqullar o'g'liga sunnat to'y qilyapti. Tashab ketavering, uy solibtiray desam, qachon zaks qog'oz bo'lsa kelasiz deydi. Yuramanmi, ketaveraman-a? Hey, to'xtag'im, zaks qog'oz bo'lmasa yer bermayman-ku. Bermaydi, ovora bo'lmang. O'shalar senga zaks qog'oz degan bo'lsa, bugundan boshlab zaks qog'oz tayyor. Yo'q-ey, oyijon. Mana boshing o'lgurdi, ikkita oyoqqinangni to'rtta qilsam zaks qog'oz. Voy oyijonimdan o'rgilay. Tillaridan aylanay, ro'mollaridan yana aylanay. Chiroyli bu bo'ravang ro'mollaringiz aylanib ketay oyijon. Ey, bu zaks qog'ozni eshitib enangnikini to'g'rilab qoldingmi? O'zingiz uylab qo'yaman deganda bo'lyapsiz oyijon. Ha, uylab qo'ysam enangman kelinchang tashlab harakatga Rossiyaga ketib qolmaysanmi? Voy, yo'qda nima qilaman? Bu tomonlar siz aytmoqchi sovuq bo'lsa, o'laman, sovuq bir yerlarim durib ketadi. Ha, o'la issiq joyda eshitib qolding-da. Ha, otangga o'xshab xitir bo'lmay o'l. Otang rahmali ham olda-bolda enangda do'ni berardi. Nuladina ketmasang kelinchasi kimligini aytaman, bolam. Oyijon, qaysi ona o'zini bolasiga yomon kelin topadi-ya? Axir kelin sizga dasyar bo'ladi, opamga hamroh bo'ladi-ya. O'la, ha, nima qilay? Qo'ying oyijon, uni o'rnigachi, men tezda borib mana endi Sodiqjon turib ketgan mashinasini gaplashib olay. Nimaga deganda ertaga zaksga chiqqani mashina kerak bo'ladi. Shashilmang. To'yga shashilmang. 3 kun yetadi oyijon. Ertaga zaks indinga to'y. Siz shashilmang, men o'rtoqlarimni tezda aytib kelaman. Opam bilan maslahat qilib turing, hozir. Ha, mayli. Ha, o'l. Senga 3 kunda to'y qilib, ey, men senga sunnat to'y deganim yo'q. Voy, keling jonim bolam. Voy, garang, mana shu ostondagi makka musobaqa yerkisa mashinaqani yerkaga. Qara. Bu mo'ylovlar bir urganda ochadigan endi ochaveradi. Mana enangnikka mos ketdi, qara. Hey bolam, Alisherni uylaydigan bo'ldik. Gapni qisqartirayda. Sen uyda o'tirib turgin. Men chiroyli bitta hofiz izlab kelay. To'yda o'tkazganim bo'lam. Men hofiz izlab ketyapman. Voy oyijon, to'xta. Ukam to'yni o'zim o'tkazib qo'ya qolaman oyijon. Uncha-muncha ashulalar joydan chachib qo'yaman, chachib. Chachmay o'l, garang. Qaydan bilasan chachishni, o'zing garang bo'lsang. Qaq payosh. Voy oyijon, ikkinchi kuyov bor-ku. Qaysi edi? Hozirgina maniga tushib ketgan Ermatjon. O'sha katta hofizi to'yjon. Kechalar to'ydan kelib, har go'ya qilganda uncha-muncha ashulasini joyjon yollab olganman, ha? Voy, bu Ermatjon apris quloqqinangni tagiga tushirgan desam, kechasi men gitarasini ham chaldirgan ekanda. Ha, bo'pti, o'sha Ermatjonnikidan bir misra. Yaxshi aytsang, ukangni to'yini o'zing o'tkazasan. Qani garang, qo'y. Mehnat Ermatjon taqiqatgan ekan. Hey, garang, buning ham ketaveradi, to'yda bunaqa ashlab ketmaydi. Buni odamlar tarqatishni aytasan, to'yda oxirida. Enang bobidan bormi? Yuragim dezgin, enang bobidan aytchi. Oyijon, siz bobdan nima aytib beraymi oyijon? Bormi? Oyijonchi,
Ama bitti iltimasım var Oyican. Siz oturup alayım eşittin Oyican. Bu aşırılar uzaktan gelir, çarçap koyarız. Oturup alın Oyican, oturup alın. Kayaktan geladi? Ha doğru Oyican, uşaktan dedim. Manyaktan uzaktan gelir Oyican. Ehtiyat ol et, başka tomondan çıkıp gitmezsin. Ben oturup alayım. Oyican, ha oturup alın siz. Oy kara gözü badame, hayda kaldın haramı. Oy kara gözü badame, hayda kaldın haramı. Yettik uyan görge, oturup alıp sörge. Yettik uyan görge, oturup alıp sörge. Vay başım, bölmene kandaşım. Vay başım, bölmene kandaşım. Toy ashul etmay o'lgur. Ikkinchi yering Ermatjon enangga qarab harom deb aytganmi? Shunaqa degan Toyjon. Bunaqa demagan. Ermatjonning kechasi men dolana chiqqan. Sen o'lgur bo'riga deb urgansan. Senda u hachata. Ashul etmay o'l. Aytaman desang ayol qishni ikkita ashulasi bor. Bittasi yor, bittasi alla. Bizi davrimizda yor-yorlarda aytardi, allalarda aytardi. Seni davringga kelib ikkovi ham utilib ketdi. Alla eshitmagan bola mehr oqibasiz bo'ladi. Quloqqinangni tagiga bitta o'sinangdiki garang bo'lib qochib kelib o'tiribsan. Degan uradi. Mana otang rahmali enang durardi. 16 so'tida 16 marta aylantirib tepardi. Qo'lidan chiqib uchiga qarab qochardi. Mana derazadan kelaring dadasi qolgan uyda urasti yardim. Yaxshi xotin eri ursa uchiga qarab, mehrobga qarab qochadi. Senga o'xshab enasinikka bedapaga qarab qochmaydi. Qochmay o'l. Enangdan so'ra qochadiganing ko'rsatib qo'yaman. Ha, bizi davrimizda otarabalar bo'lardi. Otaravada yor-yorda aytib erinlikka tushirib borardi. Men senga birinchi to'yimda aytaymi? Birinchi to'yimda otarava bo'lgan. Otarava o'lgur balat bo'ladi. Otang rahmali ko'taraman deb butun mahallanchida otang enangni tagida qolgan. Oyijon, o'shandaligi ko'chaga qarab qilib g'o'zapa yib qo'yadi Oyijon. O'sha g'o'zapaga birinchi bo'lib men gugit chaqqanman Oyijon. Yaxshi qanaqasan, o't yoqqan odam savobni tagida qoladi. Xudo xolasa Alisher to'yda ham o'zing gumbillatib o't yoqasan. O't yoqmay o'l. Voy garang. Enasin to'yda ham bolasi to'kamikin. O't yoqmay o'lgur, men to'yim kunim yo'q eding. Net, net, yo'q. Voy Oyijon, unda men qayda edim a? Qaydaningda aytaymi? Darvoza qumda ichida eding. Odamni neri tutib shayton. Hey vela. Ha, uni qo'y, buni qo'y. O, shahar degan tomonga boramiz. Hali Gazli degan bir gaz mahallasi bor ekan. O'sha yerda Zokirjon to'y qilyapti ekan. Meni aytib ketadi, "Xolajonim boring" deb, shu yerda o'tiribdi Zokirjon. Voy Oyijon. Endi menga Zokirjondan kelamikan sovchi. Voy qarang. Zokirjonni gulday xotini bor, sen nima qilasiz? Shaptali qoqi. Senga aytdim, mana shu yerda birata yigit chiqib qoladi. Bu yerda yigitlari zo'r. Bir urganda ochadigan yerda ochaveradi. Senga birata shu yerdan chiqib qolar. Sen meni to'yga aytgani bo'lgan. Ha, juvalmaga o'lgur, haliga harami degan ashlanni yig'ishtirgin. Men yor-yorda aytaman, sen yonimda turib urgangin. Oyijon, Ha, hech o'ylamaganman, o'yinni bilmayman Oyijon, yo'q. sen o'ynamaysan, yonimda urgangin, haliga ashlanni yig'ishtirgin deyapman-da bolam. Voy Oyijon, mayli bir aylanib ko'raman, ko'rinchi Oyijon, ha? Voy aylanmay o'lgur. Hali aytganim yo'q. Yashang Oyijon, yashang. Voy yashang demay o'l. Meni rosa aytyapti deyapti. Qara galajinni. O'lajinni suvtopor. O'la bunaqada 10 taga teyasan. Hozir mazza qilyapti hozir. Rosa aytyapman. O'ynor. Hajinni. Hey o'la Zokirjonga tegarmish bu yoqib aytib beraman. Voy Oyijonimda Daryo Toshkun ashulasiga biram o'ynayman Oyijon. Daryo Toshkun aytavering Oyijon. O'lajinni. Eshitgan yo'q, baribir bunga. So'r, sen dilim yoqib yigitlar. Rебята.
Aman bo'linglar. Abdumuttaldan eshitdik, men ham birga qo'yib tushing-a.
Thank you.